dan keyin spirallardan keyin ishlayotgan holat VPC virusidan keyin paydo bo'ladi. Men hozir rasmini ko'rsatib berdim. Rasmga oldinglar biladi. Endi 200 dan ortiq turi bor. 16 tasi rak shaykimatga olib keladi. Qanchadir muddat oldin VPC положительный chiqdi dedingiz. Nima qildingiz desam, faqat davolandim deysiz. Bu narsa sizga turibdi. Davolanish oldin uni olib tashlab, undan keyin davolanish bo'ladi. Malika 5 minut tashlab turing, ishlaydigan odam bor. Xo'p, olib tashlab, undan keyin davolanish bo'ladi. U yerda turaversa, faqat holdan lichenniya qilaverganingiz bilan bu qani shu holatda tursa, ko'payaveradi borgansa. Buni to'liq olib tashlagandan keyin oldin mana kolposkopiya qilinadi. Bachadon bo'yni toza bo'lsa tegilmaydi. Agar shu holatda chiqsa. Agar o'tda yo'da negativniy zonalar bo'lishi mumkin, bo'yalmagan joylar, leykoplakiyalar bo'lishi mumkin. Ana shunaqa joylari bo'ladigan bo'lsa, unda buni ham kesib olib tashlash kerak, chunki VPC положительный bo'lgani uchun. Endi bu virus bilan butun umrga o'rtoqmiz. Har doim bu narsa bor. Ming biza hozir qinni ichidagi u kandilomalarni olib tashlagan taqdirimizda ham baribir bu chiqaveradi. Mazot topshirsa ham, ayrim holatlarda immunitet tushgan payt tekshirsa qondan ham положительный chiqishi mumkin. Va shu bilan birga 100 yil umr kechirsangiz, 100 yil bachadon bo'ynini avaylashingiz kerak. Har 3 oyda kresloda ko'rinishimiz kerak. 6 oyda protivirusni lecheniya qilishimiz kerak. Mana buni titrini tekshirib turishimiz kerak. Ya'ni bitta tumarli ob'yemda ushlab turishga harakat qilishimiz kerak. Endi bu faqat biz uchun xavfli emas. Erda siydik yo'li rakiga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun bitta paytda davolanishimiz kerak. Demak, qonni o'zidan davolashimiz bu to'g'ri narsa emas.